Bu yerda BYD chempionni polirovka olib qo'ygan mashinamizda. Mashina oldiga o'zim kelaman. O'zim maksimum ko'rsam ham bo'ladi. Bu nimaligidan? Sifatligidan oyna bo'lib turibdi. Hali bu yana tayyor bo'lmagan. Hali yana bitta sloy bor o'tiladigan. Bu yerda bo'lsa, bu chempion, BYD chempion ekan. Shu mana ikkita eshigiga sepilgan joy. Keyin ponni polirovka qilib berilyapti. Bu yerda Salon 6 mashinasi, bunga ponni mana ko'rgan bo'lsanglar, zapchastlarni o'tgan kuni keluvdi. Kecha keluvdi. Qo'ydik. Bu bamperlari hadoy yig'ib olib chiqib qo'yganmiz uje. Stendga olib chiqib qo'yganmiz. Bu yerda qolgan zapchastlari mana oldi ko'rsatgan bo'lsam, ko'rgan bo'lsanglar, ponni shtanga, sharnir, richaklar, nijniy richak, verxniy richak, kulaklar hammasi qiyshab yotuvdi. Oldidan udar bo'lgan mana. Xudo xolasa, chempionni chiqarish bilan bu Salon 6 ni boshlaymiz. Agarda kimga kassapraf xizmatlar kerak bo'lsa, bizani bu videoyimizdan saqlanib qo'yinglar o'zingizlarga. Menga o'zimga aloqa qilib ko'rasizlar, 33 153 53 53 ga fathulladim. Ishlarni sifatli qilib, chiroyli qilib beramiz. Ko'pchilikda bunaqa stend yo'q. Zavodskiy qilib o'zini chiqarib beradigan robotli stendlar. Bu yerda polirovka xizmatlari bor xos. Mana bizani boks kattaligi. Kelasizlar, ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Fathullah.